farzni o'qib bo'lgandan keyin salom berish bilan darhol turgan joyida sunnatni o'qib yuborish mumkin emas, yaxshi emas. Rivoyatlarda kelgan bir kishi rivoyat qilib aytadilarki, men xalifa Muaviyani vaqtlarida xalifa o'zi namoz o'qiydigan joyga kirib qolib, birga namoz o'qidikda, farzdan keyin salom berish bilan turib namoz o'qidim, u odam buni qilma. To'g'ri bo'lmaydi bu dedilar deb aytgan shu rivoyatni bizni mazhabimizda olgan. Olinganligi o'sha farzni o'qib salom bergandan keyin bir muddat o'tsin. Bir muddatni bizni ulamolarimiz shu astag'firullohni 3 marta, Allohumma antas salom va minkas salomni aytish bilan belgilashgan. Yoki turib boshqa yoqqa o'tib o'qisin. Aynan farz o'qigan joyida shu oyog'ini jidilmay turib, o'rnidan turib o'qish shart emas. Shuning uchun ba'zi birlar yonidagi odamni almashib oladi. O'sha amalga qarab ham sajdagoh ko'payadi. Sajda qilgan yeri ko'payadi.